Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hammalaringizni mana ro'za ayyom bilan tabriklayman. Ro'za oylaringiz muborak bo'lsin hammalaringizga. Mana bugun 22-fevral Gujit.com mevalar haqida yana video qilib boshladik. Bu asli yagidi gojiga taqiq qo'yilgani sababli Gujit.com deb nomladik. Sizlar ham olsa yagidi goji emas, Gujit.com deb nomlaysizlar. Yagidi gojiga taqiq bor, даже shtrafi ham bor ekan. O'sha uchun ehtiyot bo'lingizlar. Bitta rivojlantirib buni yagidi goji deb yormaysizlar. Gujit.com O'zbekistondagi yangi nomi. Buni hozirda mana ko'chatlarimiz ham oxirlashib qoldi sotuvi. Chunki daraxtlar o'zi kurtak otib boshladi. Buni bizlar kurtak otishdan oldinroq kavlab olib tomirini upakovka qilib qo'ydik. Yerda turganlar o'zi barik chiqarib ketdi-da, kurtaklab. Ularni endi kavlab olib bo'lmaydi. U mana upakovka qilingan joyda kurtak chiqargan bo'lsa, u mushayt qilmaydi, chunki u mana tuvakda turganday gapda, uni keyinchalik ekib ursa bo'laveradi. O'sha uchun qiziqingizlar. Ekishga har bir xonadonda ikkitagina ko'chat ko'karish kerak mana. Chunki shifo bag'ishligi juda yaxshi. Buni ikkita ko'chatni ekkaningizdan keyin buni iloji boricha oilaviy iste'mol qilish kerak. Oilaviy sog'lom yashash kerak. Agar buni doimiy iste'mol qiladigan bo'lsangizlar, hech bir kasal sizni bezovta qilmaydi. Ammo surunkali bo'lgan kasallar, mana davleniya, saxar, suyak emilishi, deyarli qanaqa kasal bo'lmasin surunkali, barisi so'rilib ketadi. Chunki bu immunni ko'taryapti, qonni yaxshi keltiryapti, qonni tozalayapti, qon aylanishini yaxshilayapti, modda almashinuvini, ichaklarni tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, ichak jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalayapti. Mana buyrakdagi o't qobidagi tosh qumlargacha tushiryapti. Tarkibida 21 ta mikroelementi bor. Kaliy, kalsiy, magniy, sink, selen, o'shadan bir germaniy degan elementi bor. Bu onkologik hujayralarni bloklab turadi. Keyin 18 ta amino kislotasi bor. 8 ta polisaxar, 8 ta monosaxar, 8 ta bikarotin. Keyin mana amino kislotalar keladigan bo'lsak, bu limonda ham 15 ta bo'lmay ekanda. Limondan 15 barobar kuchli deyilgan. Keyin mana asalari sutidan da kuchli deyilgan. Keyin tarkibida omega 3, omega 6 degan jирlari ham bor. Ular asosan baliq, dengiz mahsulotlarida uchraydi, lekin bu Gujit.comda ham bor ekan tarkibida. Mana vitaminlarga keladigan bo'lsak, C vitamini, A vitamini, E vitamini, B1, B2, B3, B6, B9, B12 vitaminlargacha borda. Buni doimiy iste'mol qiladigan bo'lsangiz, har qanday kasalni tuzatib beradi. Даже aytilishi bo'yicha mana Google'dan ham ko'p o'qiyman, bu yerda ruscha, inglizchadan beradi. Doimiy iste'mol qilgan odamda semirib ketish bo'lmay ekan, semiz bo'lsa bez tashlar ekan. Keyin mana yoshartiruvchi xususiyati bor degan. Keyin mana umrni uzaytiruvchi xususiyati bor degan. Bu umrni uzaytirish xususiyatiga keladigan bo'lsak, u nimaga asoslanib aytyapman? Men ham shu o'qiganimdan keltirib aytyapman. Mana ichaklar toza bo'lsa, qabziyatga uchramasangiz, immunity yaxshi bo'lsa, qon suyuqligi yaxshi bo'lsa, qon aylanishi yaxshi bo'lsa, qon toza bo'lsa, jigar toza bo'lsa, modda almashinuvi yaxshi bo'lsa, siz qanday keyin umringiz uzaymasligi mumkin. Bu negativchilar yozadi, voy sen emas, umrni uzaytiradigan Alloh uzaytiradi. Shu mevani ham Alloh yaratib qo'yibdi-ku. Men o'zim yaratganim yo'q. Alloh yaratgan ekan, shuni keltirib ekdik bizlar ham. Endi shuni xalqqa sal tushunchasini oshirsak, iste'mol qilib bersa, har nima sog'lom bo'lib 1-2 yil umr uzayib yashasa. Yo'q, bular shu buyani planlashtirib ketadi. Avvalam Xudo, lekin siz harakat qilsangiz, Xudo sizga umrni beraveradi. Avvalam bir ichaklaringiz toza yursin. Shu uchun negativ yozishdan ildiram bir sal o'ylash kerak. Bu negativlarga ham juda ham e'tibor qo'ymayman. Endi baribir ham salgina odam nafsiyatiga tegib ham ketadi gohida. Ha, mayli, avvalambor qiziqingizlar. Qiziqish ko'p narsani hal qiladi. Erta yillar kelib sog'lig'ingizga shifo bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashasiz. Kerak bo'lsa imkoningiz bilan ko'proq kattaroq maydon olib ekarsiz balkim.
xalqqa xizmat qilasiz deymanda erta yillar kelib. Yaxshi tushunchaga, yaxshi ma'lumotlarga ega bo'lsangiz, birovga bir yon qo'shningizga bir yordamingiz tegib, bir sog'ligiga salgina bir hissa qo'shadigan bo'lsangiz, shuni tuzalib ketishiga qancha duo qilasizda. O'sha uchun qiziqingizlar. Yaxshi narsa. Faqat me'yoridan ko'p iste'mol qilib qo'ymaslik kerak. Me'yori endi qanday? Bir kunlik sut ishni normasi 30 gramdan 50 gramgacha ham mumkin deyilganda, lekin 50 gramdan ziyodsiz ziyodli qiladi. Lekin qanday ziyodli qilganda qanday bo'lishi mumkin? Mana ishni surib yoradi, davlina ko'tarilishi mumkin, ko'ngil aynishi, yurak tez urib qolishlari mumkin deyilgan. Mana ishni 1,5 surgani yaxshi, lekin doimiy ish suraversa u odamni dinkasini qurib tashlaydi. O'sha uchun juda ish surilayotgani ham yaxshi emas. Me'yorida bo'lsin, me'yorida kelsin ishingiz ham. Mana ho'l mevalarni ham mana abidgacha bo'lgan vaqtga 15 dona 10 dona iste'mol qilish kerak, 10 dona. Abiddan kechgacha bo'lgan vaqtga yana 10 dona. Undan ziyodlik qiladi. Undan ziyodsiga o'zi organizm o'rgatmaslik ham kerak. Shu normada o'sha iste'mol qilsangiz o'zi normal bo'ladi, foyda beradi. Mana sahar kasallarida ham asosan ho'l mevasi juda foydali deyilgan. Chunki ho'l mana pishgan mevasida 0,2% sahar bo'ladi deganda, quritilgan mevasida 0,12% gacha deyilgan. Ma'lum prosin suvi ketgandan keyin sahar osha ekanda, lekin saharga to'g'ri keladi. Ko'p mevalar saharga to'g'ri kelmaydi. Bu to'g'ri keladi saharga. O'sha uchun qarangizlar, mana ko'zda nuri deysizmi, suyak yemirilishi deysizmi, yurak yetishmovchiligi deysizmi, oshqozondagi teri kasalliklari hammasiga to'g'ri keladi. Faqat me'yori bilan iste'mol qilish kerak. Iloji bo'lsa sal bir e'tiborli bo'lish kerak parheziga ham. Mana oq nonni iloji boricha kamroq iste'mol qilish kerak. Mana kechki ovqat bo'lsa qarama tushdan oldin yeb olish kerak. Lekin qorin juda ham to'yg'izib yubormaslik kerak. Shunda odamzod kasalga ham chalinmaydi. Doim bir chaqqon bir quvvatga ega bo'lib yuradi. Bu odamni sal tetiklashtirish xususiyati ham bor. Uni tetiklashtirishi qaysi tomondan? Mana qoningiz normadan suyuq qon yaxshi aylandimi, xohlaysizmi yo'qmi, odam bir tetik bo'ladi. Qon quyilib, o'zi bir mudrab o'tirsangiz, odam lanjib boraveradi. Mana turgan billa bosh aynalib ketadi, qon quyuq bo'lsa, salga charchaydi, o'shalar bari qon quyuqligidan. Lekin qoningiz normadagi suyuq, normada aynalib tursa, siz charchamaysiz ham, doim chaqqon bo'laverasiz. O'sha uchun mana yoshi katta insonlar uchun juda bir foydali narsa bu. Har bir inson iste'mol qilish kerak, yoshi katta insonlar. Yoshlarga keladigan bo'lsak, mana bu endi oila qurib, kelajakda farzand ko'rishni planlashayotgan insonlar uchun ham juda foydali. Даже bepushtlikni oldini oladi degan. Mana erkak kishida testosteronning sifatini oshirib, miqdorini ko'paytiradi degan, erkaklik quvvatini oshiradi degan. Bu yoshlarimiz iste'mol qilib turib, o'shandan keyin farzand ko'radigan bo'lsa, bu farzandlar umuman bir kasallikka chalinmaydi ham kelajakda. Даже shunchalik yaxshi narsa-da bu. Hozir o'zimizda qanday bo'layapti? Mana tug'ilishi bilan cherepni tug'ilyapti. 40 chiqmagan chaqaloqqa kapelnisa ulab o'tiribmiz. Mana sahar kasalligiga keladigan bo'lsak, sahar kasalligi ham juda bir yaxshi effekt beradi. Chunki qondagi qand miqdorini kamaytirib, insulin ishlab chiqishini yaxshilaydi degan. Ko'zda nuriga keladigan bo'lsa, ko'z buni tarkibida zeoksidan degan bir moddalar ham bor-da. O'sha zeoksidan degan moddalar mana ko'zda nurini oshirib berishda katta rol o'ynaydi ekan. Keyin mana teri kasalliklarida melatonin degan bir moddalari bor ekan. Mana terining rangiga javob beradigan elementlar. Hozirda mana oq dog'larni ham o'shada davolayapmiz. Yaxshi effekt ko'rinib boshlagan, bildirilyapti. O'sha bir 6 oy muddatli iste'mol qilyapti. Yaxshi effektlar ketyapti. Mana oq dog'larni meditsina ham davolayapti. Lekin yana qaytalaydi. Bunda bir ikkitagina daraxtlarni ekib olib, oq dog'ni o'shandan tuzaladigan bo'lsangiz, sizda keyin qaytalamaydi. Chunki siz doimiy iste'mol qilib yurasiz keyin ham uyda. Doim mevasi bo'lgandan keyin. O'sha uchun qiziqingizlar. Avvalambor bir ikkita mevasi daraxtdan ekib olishga qiziqingizlar.
ikkita meva daraxtdan ekib olib, keyin mana og'doqlar uchun shug'ullanadigan bo'lsangiz, qo'ng'iroqlashib, maslahatlashib, siz bilmaganimizni biz o'rgatamiz, biz bilmaganimizni sizdan o'rganamiz. Maslahatli yaxshi-da baribir ham. Hozirda menda mana mevasidan olib iste'mol qiladiganlar gohida qo'ng'iroq qilishib turibdi, juda bir yaxshi, xursand. Mana Jamboydan, Payariqdan qo'ng'iroq qilishyapti, Jizzaxdan, Xorazmlardan qo'ng'iroq qilishdi, olib iste'mol qilib turgan klientlarimiz. Qayta zakaz berishyapti yana ham. Juda ham bir yaxshi narsa. Buni iste'mol qilib yurgan odam biladi. Odamni bir tetik ishlaydi-da, mana yoshi o'tgan insonlar uchun juda bir foydali narsa bu. O'sha uchun qiziqingizlar. Bitta sog'lig'ingizni tiklab oladigan bo'lsangiz, mana aptekaga ko'p xarajat qilyapmaysiz. Hozir mana otaxon, onaxonlarimiz olgan pensiyasi aptekaga ketib qoladi. Aptekaning dorilari ham qimmat. O'sha uchun harakat qilingizlar, bu tabiiy mevalarga o'rganishga, moslashishga. Avvalambor ko'chatdan ekib olish kerak. Ko'chatdan ekib olgandan keyin doimiy sizda meva bo'ladi. Doimiy dasturxonda bo'lishi kerak-da. O'shanda bemalol iste'mol qilib ketaverishga bo'ladi. Shunda sog'lom ham yashaysiz. Nevara-chevara, evarlarni boshiga sog' bo'lsangiz, uzoq umr ko'rsangiz. Bu go'jatda kon mevasi, komil ishonch, tabiiy kuch, sog'lom tana degan nomlar, ma'nolarni bildiradi. Shunaqa gaplar. Mayli, ishlaringizga omad. Ro'za oylar charchamangizlar. Doim sog' bo'lingizlar. Yaxshi kunlarda uchrashib, yaxshi shanovlarda o'tkazib yuraylik. Kimda qanaqa savollar bo'lsa yozingizlar, kommentariyada yozingizlar yoki qo'ng'iroq qilingizlar. Tushunmaydigan savollarga javob beramiz. Bafurjan maslahatli. Kimdir olib turib, balkim noto'g'ri iste'mol qilib turgandir, balkim kam iste'mol qilayotgandir. O'shanda maslahatli bo'lsa baribir yaxshi-da. Maslahatli bo'lsangiz, har bir kasaldan qutulsa bo'ladi, har bir kasaldan. Odamni o'zini ichida shunaqangi bir organizmda o'zi bir doktor rolini o'ynab beradi-da. Har qanday kasallik yengib o'tadi. Faqat biz unga mushayid qilmasligimiz kerak, birozgina yordam qilishimiz kerak. O'shanda hamma darddan forig' bo'lsa bo'ladi, hamma darddan. Mayli, sog' bo'lingizlar, yaxshi kunlarda uchrashaylik. Kasal bo'lmangizlar. Doimo sog' yashangizlar. Qadrli ota-onalar. Mayli, rahmat e'tiborlaringiz uchun.